xalqarалық dağınlıq marka obrazı yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okyan Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkilik va setishning keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat andisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayga yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarning esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Assalomu alaykum qadrdagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Uyi madaniyat tarqatish shirkati, Şinjan Bug'ra madaniyat tarqatish shirkati hamkorlik o'zaro usulgan cho'ng tutki san'at programmasi, Obida Yipakova san'at programmasi. Rahmat, men Umid Tursun. Mana programmamizning birinchi bosqichi muvaffaqiyatga oxirlashgandan keyin ikkinchi bosqichi bo'lgan sinov bosqichimiz elib berilish oldida turibdi. Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Obida savdosi va meva shartida ishlab chiqarayotgan Şinjan Obida biobatning taraqqiyot chekish shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehr mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ixbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, Ipak yo'li sadosi programmasining bu qarorliq 1-2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlari katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan mahirimizning Kamran buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran xalqaro savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Obida savdosi va meva shartida ishlab chiqarayotgan Şinjan Obida biotexnik taraqqiyot chekish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. 4. darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi bayroqlar korxona Şinjan Mo'tibar xalqaro savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tortlaydi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana hozir sinov bosqichimiz elib berilyapti. Bugungi diqqatimizni buldig'ini Abdulla saknisi bo'lib, endi saknimiz raqobatda bo'lmoqchi bo'lgan bo'lsa, Jihoddan kelgan mahir Mehmetjon Ahad bilan Qashqardan kelgan naqshi havaskori Asqar Anvar. Sahnimizda musobaqalashmoqchi bo'lgan yana bir juft o'quvchimiz Mehmetjon bilan Asqar. Men Abdulla guruhiga kirgandan keyin tomoshabinlarga yaxshi tuyg'u, shundaqlar yaxshi inkoslarni berishni o'rgandik. Asqar o'zining bo'yiga loyiq silov ovozda naqsh etishni yaxshi ko'rdi. Abdulla sahnesida mashq qilib, ushshoq puroqlardan tortib, nafas olish, nafas kontrol qilish, eng muhim bo'lgan hissiyot jihatda nihoyat yaxshi mo'l bilinlantirib, menimcha shu jihatga bilimim oshdi deb qarayman. Bu bir juft o'quvchimizga biz tilak degan naqshni bo'ldik. Bizga Abdulla Abdurim ustoz tilak nomli naqshini Biki Hamroyim Asqar ikkimizga bo'lib berdi. O'zimga xos uslublar bilan Asqar inim ikkimiz bu naqshni cho'qim Abdulla ustozimizning degan yerdan chiqqicha yaxshi o'rindaymiz deb o'ylayman. Yo'q, maslahatlar cho'qim sen yaxshi natija qozonasizlar deb shundoq bir ishonchlar bizga. Boshda kirgan chig'imda sal ansirgan, lekin Abdulla Abdurim ustozninki yetaklishi ostida menmi o'zimdan ansirmaydigan, shundaqlar o'zimga bir ishonch tug'ildi. Cho'qim bu naqshini Abdulla Abdurim ustozimizga xalqqa yarg'idek bir yaxshi o'qib chiqib ketish ishonchim bor. Har ikkala o'quvchimning yaxshi natijali bir o'quvchilardan bo'lib chiqishiga tilakdoshlik bildiraman. Ey dünya sendin tülgim şuldur. Merdnuna mertke
muhtaç kılmagin Mihnetli dergin şan ecri hakni nahakka muhtaç Namet gül gidin asla ötmegin onun din yaxşılığı insaf etmegin Namet gül gidin asla ötmegin onun din yaxşılık insaf etmegin seher ki kulridin çayıp içmegin on kolni sol kolga muhtaç kılmagin seher ki kollarıydın çayır içmegin on kolni sol kolga muhtaç kılmagin bu dünyanın zikri karanlığı zurdur İşkinin hanciri yürekке vurdur Bu dünyanın sihri karanlığı zurdur İşkinin hanciri yürekке vurdur Güzellerdin baba Kürgini azdır Aşıgini bir vafaga muhtaç kılmagin Güzellerdin vapa kürgini azdır aşığını bir vafaga muhtaç kılmagin Güzellerdin vapa Kürgini azdır Aşıgini bir vafaga muhtaç kılmagin Beş on bala bakamazken yalnız atını Yalnız ata güldek bakar beş on balını Beş on bala bakamazken yalnız atını Yalnız ata güldek bakar beş on balını
balığa muhtaç kılmıgı Dileğimiz dileğimiz yer ve osman din atını balığa muhtaç kılmıgı Dileğimiz dileyli yer ve osman din adını balığa muhtaç kılmıgı Dileğimiz dileğimiz yer ve osman din adını balığa muhtaç kılmıgı adını balığa muhtaç kılmıgı ishqillar hisobda shu bugungi programmamizning raqobatini boshqacha bir xil yuqori pallaga ko'taryapti desak bo'ldi menimcha bu vaqtida. Shundaqmi? Ko'rmanlar. Xo'sh, shunday bo'lsa biz endi yetakchi ustozlarimizning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Oldi bilan Nurnisa Abbos ustoz. Tilak nomli naqsha hammamizga tanishliq. Endi meningki Abdulla ustozga tavsiya qilganim Mehmetjon. Adila siz ustoz. Cho'qim tanlashga to'g'ri kelsa, Muhammadjon tanlayman. Xo'sh, Dilshod Raydon ustoz. Naqshni 2 yilga yaxshi o'rildinglar, hissiyatlar shunday yaxshi. Endi musobaqaga shunday rayimsizroq bo'ldi. Men tavsiya qilganim Mehmetjon. Xo'sh, Abdulla ustoz. ikki savodishimizning bugungi ifodasi meni haqiqatan xush qildi. Mushu ikki savodishimiz boshqa hatto cho'ng sahnalardami mushu saviyada mushu naqshni ijro etsa 1000, 2000, 3000 tomoshabin bularga nihoyat yaxshi olqish va baholarni berdi. Asqar, siz dastlabda qo'lingizga olgan vaqtingizda siz avval nemisi bu naqshni qaysi tarafdan bekrak jalb qilindingiz? Abdulla Abdurim efendi ustozimiz o'qib boqqansa deb o'qisam boshqa bir gapni o'ylab qolmagan qilchi. Bu naqshining tekisida nim deyilyapti, nim mazmun bor, nim hissiyat chiqyapti. Shuya diqqat qilib naqsh o'qiymiz. Biz hozir keskin naqshning sayans turib naqsh o'qiymiz. Bunda o'qisam bo'ladi to'g'ri, lekin mushu naqshning ichidagi bir hissiyat tushib ash ishni beshimdan o'tkazgan odamdek Ben bu mo'ramga to'g'ri qo'ydingiz. Ashta o'qisam undan haqiqiy yaxshi chiqadi deb nihoyat yaxshi bir tarbiya qilib o'rgatishdi bu naqshni. Endi Abdulla Abdurim ustozimning ko'ngildan chiqargan bo'lsam-mu, men yandan qo'sh Abdulla Abdurim ustozim, rahmat ustoz. Rahmat. Xo'sh, navbat apandi. Sizning shu naqshi aytishdagi mau qiyofat turqingizni men kimga o'xshatdim desangiz, bugungi bosh yetakchi ustozimiz Abdulla Abdurim apandimning shu qiyofatiga o'xshatib qoldim. Ko'zingizni yumushlaringiz, hatto naqshi aytgan vaqtida bir tal barmoqingizni osmon qartib turib, naqshi aytishlaringizni tatib, o'zingizga o'zingiz xitob qilayotgandek shunday hissiyotlar endi menga berilgan ta'sir oshtaq bo'ldi. Siz shu ko'zingizni yumib aytayotgan vaqtingizda nimalarni ko'z oldingizga keltirdingiz? Men Abdulla Abdurim guruhiga kirgandan keyin Abdulla Abdurim ustoz bizga oz bo'lmagan bilimlarni, hatto naqshlar emas, naqshdan boshqa har bir tekstdagi misroga nisbatan bizga qanday hissiyot chiqarish, qanday nafasni kontrol qilish, qanday adam bo'lgan chaqda yaxshi bir sahnalarga chiqa oladi, shundaqla adab, axloq har qaysi jihatdan bizga o'rgatgandan keyin menga cho'nqur his qilganlarim endi Abdulla Abdurim ustozdan endi men yetishmayman, biroq yetishmasam-mu cho'qim Abdulla Abdurim ustozdan o'rganishni qat'iy bilib oldim. Ona qolsa, mana ikki mahirimizning yurak so'zlarini anglab oldik. Abdulla Abdurim apandi, eng oxirgi qaroringiz. San'at bizning boylig'imizki, barlig'imiz emas. Bu nazariyalashib ketgan bir tuxum bo'ldi hozir, to'g'ri. Lekin nima demoqchi bo'lganim, dal shu yigitlarga o'xshash ruhda biz san'atchi bo'lganligimiz uchun yoki naqshchi bo'lganligimiz uchun naqsha yoki san'at bizning barlig'imiz deb pozitsiya bo'lishimiz kerak. Barlig'imiz bo'lganda hamma narsa, jumladan boylik buni ichida.
bo'ladi. Menimcha hamma kasb, har qaysi soha, har kasbdagilar o'z tutayotgan kasbini o'zining borlig'i deb bilish kerak. Jumladan naqshchilar shunday. Keyingi qarorda Abdullah sahnasida yana davomli musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari. Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmuşdumu, ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsipim. Bularni o'rinlay olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asanat badan yuz yo'qligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron badningizni qo'g'dab g'arg'inligingizni chiqarib yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozor programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Abide soda suyunun huzuru başqacha. Abide soda suyu. Keyingi qarorda Abdullah sahnasida yana davomli musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimizning ismi Mehmetcan. Muborak olsun. Qarang. Shu vaqtda o'zidagi eng chin hissiyotimizni anglab boqaylik. Endi bu yerdan nishonlanib ketganga ozroq qo'shildim-chi men. Qanda deganda endi tanlanganlar mandalam aqlimga chiqib nishonlanib ketganlar 4 so'zdan ko'rishib bo'ldi-chi. Bu bir talash. Bu bir cho'ng baxt bizga-chi. To'g'ri. Ustozim Abdullah Abdurim efendilar yana bir qitim quchoqlab ko'rishib olaman. Ustoz bizdan shunda. Ko'nglim yerim bo'layotgan hamda mush unot sog'lash bilan nat yaxshi bir tuqqandeklan bu ustozimiz Abdullah Abdurim bilan bir oila kishilikdan bo'lib o'tib, ashta meshq qilgancha bizda. Shu meshqdan endi vaqtincha olib ketib qolma. Bu sendan emas meshqdan. Shuningdan ko'nglim yerim bo'ladi, boshqa ko'nglim yerim bo'lmadi. Amaliyotda buningga da ko'nglimiz yerim bo'lmasa kerak. Chunki musobaqa oyoqlashgandan keyin Abdullah ustoz yana da bizni kutib turdi emasmi? Shunda har qanday so'raydigan mayli qaysi jihatdan bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday so'raydigan savollar, har qanday ehtiyojlar bo'lsa Abdullah Abdurim efendi mana tayyorlab turibdi. Meni boqqan ota-onamga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ondan shu maktabdagi barliq xizmatdoshlarimga hamda meni o'sha qo'llab vaqt chiqarib ma'muriyat berayotgan rahbarlarimga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Ondan keyin shu trendda o'tgan barliq qarindoshlarimizning oilasiga baxet turmush xotirjamlik tilayman hamda ustozimiz Abdullah Abdurim efendining buningdan keyingi ishlarining o'tib bo'lishini, baxtli oilasining yana baxtli bo'lishini tilayman. Endi shu uch ustozimizning shunday bo'lishini tilayman. Rahmat. Rahmat. Dal ana shu go'zal tilaklarimiz sizga yor bo'lsin. Qanaq? Xo'sh, qarang. Tilak degan bu naqshini o'rinlash intayin tas. Bu naqshini aytishning o'zida zo'r jasoratdir. Asqar Anvarga rahmat. Yo'llar texi uzun, bizning oq tilaklarimiz Asqar Anvar uchundir.
Xo'sh, ekrandagi qadrli ko'rmanlar, mana musobaqamiz intayin keskin holatda elib berilyotdi. Endi raqobatda bo'lmoqchi bo'lgani bo'lsa, Akbar Dani bilan Dilyor Dilmurat. Oldi bilan saknimizni buldig'ini. Oqsuvdan kelgan ishdan sirqi naqsha havaskori Akbar Dani. Bir jup o'quvchim, birisi Akbar Dani, yana birisi Dilyor Dilmurat. O'zi bir naqshchining o'g'li. Balkim uning qilmida san'atning shunda tabiiy hujayrasi bo'lishi mumkin. Bundan burun 1 soatmi, 1 soat dars o'qimoqman bo'lsammi, lekin ichimda bir o't bor. Akbar Dani bu o'g'limiz bilan birga musobaqaga tushdi. Akbar Danining hamda uzun yillik naqsha aytish tajribasi bor bola. Burun gerçi uzun naqsha aytgan bo'lsammi, o'zim bilmagan, his qilmagan yetersizliklerimni bu qata hamma yaxshi tushunib qilgan ekan, hozir bu savolliklarim bora-bora yaxshi o'ngishilib ketib bordi. Akbarda naqsh aytish va naqsh texnikalariga nisbatan xil tajriba ko'rish bor. Meniki sahnadishim Dilyor inimiz bilan birga o'rinlamoqchi bo'ldim. Sahnaga chiqqan ekan, yaxshi bir o'rinda ketishga tirishdim. Dilyor Akbar usullar musobaqaga tushdi. Ustozimning qo'liga kirgandan keyin men nurg'un jihatdan men o'zimni xili bir yaxshi tarafga mangdim deb o'zimga shunchalik ishonch bog'ladim. Akbar akam bilan yaxshi bir naqshini ko'ngliga tetkizishni, chang chiqarishni chin ko'nglimda umid qilaman. Muallimniki yaxshi naqshchi bo'lish uchun yaxshi mijozat xarakterini tan yetildirish kerakligini, hattoki shu atiganda bir kasaka shu o'qcha barcha ishlarini tashlab to'liq birga bo'ldi. Men buni o'rnina aytishim. Men bu bir jup yigitga yaxshi natijalarni tilayman. Güzel çihrım tuzan işçire aya, uzun gece kıynar mini hama, direk astıda ben karaymen sen yarın tamam. Anarının gülü tan peytiden açılgan bir gün, bu kalbimge otlu salgan gün. Şerhtin balkıgan Kuyaşka beki Küy katidu yurtun navasi. Ah anarxan yarım anarxan, ah anarxan canım anarxan.
看途中扬起你美丽脸庞，漫漫长夜锁不住飞的翅膀，白杨树下我想爱人，我想爱人方向眺望，阿那尔罕石榴之花，向着黎明奔跑的花，我心中燃烧的一朵花。Anarxan. Qo'shina qolsa hamda biz yetakchi ustozlarning tavsiyasini olib boqaylik. Avval Dilshod Raydi ustoz. Asos chatdan bu 2 yil mayr shunchalik yaxshi o'rinlarda, ya'ni shu Akbardan shaqlay. Akbar. Xo'sh, Nurnis Abbas ustoz. Dilyarni sizga tavsiya qilmoqchi. Adila Sidiq ustoz. Dilyarni tavsiya qilaman. Xo'sh. Qo'shina qolsa Abdulla ustoz. Bahoringiz. Akbar Dani o'rganish jarayonida ilgirlash intayin zo'r. Shunga bu naqshni ko'zni yumib anglagan vaqtimizda bizga nihoyat bir xotirjam tuyg'u berdi. Endi Dilyar masalasiga kelsak, Dilyar ras 18 yosh. Har qanday bir yengillikqa, har qanday bir qiyinlikqa o'zini urib turdi. Dilyardagi shu qizg'inlik bayatdan qilmishi sahnadagi ifodasi orqali ko'rib olib bo'ldi. Harakatlari orqali. Endi Akbarninki bo'lsa imtihon bosqichida bo'lsin yoki bo'lsa shu sinoq bosqichida bo'lsin, ko'zni shu yumg'an peti, dunyo sen bilan mening nima korim degandek bir xil xotirjam, bir xil turmushga intiladigan bir xil ta'sir paydo bo'ldi. Men Anarxon bo'lsa bo'ldi-da. Balkim shu Anarxon asatgan bo'lishi mumkin. Dal mana shu tasvirlashga sizlar qanday qaraysizlar? Sizning hozirgi hissiyotingiz qandayroq? Bayatdan shunda xotirjam naqsh etdingiz. Shu vaqtda jiddiylashdingizmi, jiddiylashmadingizmi? Jiddiylashdingiz. Ammo qasdanga men xotirjam ko'rinay deb shu orqali yapdingizmi, ko'zingiz yum bo'lib? Naqshni aytgan ekansan, jumlib ketsa shu xotirjam yo'q qoldi ekan. Jiddiylikni bas qilish mashta. Dilyar. Sen-chi o'ylam. Sen shu naqshini qo'lingga olgan vaqtda yetakchi ustozimiz o'zining ustozi senga o'zi aytgan naqshini topshirgan vaqtida ansirdingmi? Ansirdim, shunaqmi? Oxirida qanday bir kuch seni shu naqshini bir aytishga jur'at qilg'izib, eng oxirida dalman shu sahnaga chiqadek bir holatga kelgizdi. Chunki mashq jarayonida mening sevimli ustozim Abdulla Abdurim apandim bizning 17 nafar o'quvchining 17 xil ovoziga ergishib har birimizga shunchalik kuch chiqarib, garchi ovozim necha qim jiddil ketdi tasqaldi-chu. Shunchalik ajrni singdirdi.
Men shunchalik kuchim chiqargandan keyin men yana nemishqa umidini yo'rib qilmayman. Men nemishqa yana kutgandan chiqmayman. Bo'pti, qanday tasnaq yo'z aytay. Chiqib qizim ko'rpiga rang qo'sha olsam, men xursand shundan. Rahmat. Mana ikki mahirimizning yurak so'zini anglab oldik. Abdulla ustoz. Endi sizning qaroringizni anglaydigan vaqt keldi. Bugungi ifodasiga qarata musobaqada keyingi qatimqi musobaqalarga qatnash fursatiga erishgan o'quvchimizni e'lon qilmoqchiman. U Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sodosi va Meva sharqida ishlab chiqarayotgan Shinjong Abida biotexnik taraqqiyot chekish shirkati vakilllarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining bezoni qilgan mehr mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Shinjong Ipar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, Ipak yo'li sadosi programmasining bu qarorliq 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlar katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamron muvaffaqiyat mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjong Kamron xalqaro savdo chekish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan sarflaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sodosi va Meva sharqida ishlab chiqarayotgan Shinjong Abida biotexnik taraqqiyot chekish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Shinjong Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi bayroqlar korxona Shinjong Mo'tabar xalqaro savdo chekish shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Programmamız bilan 2015-yili tantanlik bozorga serilgan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Keyingi qatimqi musobaqalarga qatnash fursatiga erishgan o'quvchimizni e'lon qilmoqchiman. U Akbar Dani. Muborak bo'lsin. Tushlik iltimosimning o'shalar tarafidan, sizlar tarafidan tasdiqlanishini umid qilaman. Dilyarni menga tarbiyalashga yana fursat bersanglar. Dilyarni apqasan. Xo'sh, unda qolsa rejissyorlar guruhi zodi qana qaror chiqardi. Birlikda sal kutib turaylik. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Akbar Dani Abdulla ustoz tarafidan tanlanib bo'ldi. Endi Abdulla ustozning talabi bo'yicha, iltimosi bo'yicha rejissyorlar guruhining qo'shilishi bilan Dilyor Dilmurat Abdulla sahnasining keyingi bosqichiga qadam bosadi. Muborak bo'lsin. Mana Akbar Danining yangroq ovozi, xilil yuqori o'rinlash mahorati uni yana sahnamizga qaytarib keldi. Shundaqla Abdulla ustozimiz rejissyorlar guruhiga iltimos qilib, tirishchan studentimiz Dilyor Dilmuratni guruhiga tanlab oldi. Muborak bo'lsin. Ekrandagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan ola Shinjong televiziya stansiyasi, Shinjong o'yin madaniyat tarqatish shirkati, Shinjong To'g'ri madaniyat tarqatish shirkati hamkorlash o'zini sunayotgan cho'ng tipli san'at programmasi Abida Ipak yo'li sadosi programmasi. Hozir Abdulla sahnasining raqobati intayin kaskin ilib bermoqda. Endi sahnamizda raqobatni bo'ladigan mahirlarimiz bo'lsa, Qaysar Oblat bilan Ismoil Odil. Oldi bilan sahnamizga chiqadigan bo'lsa, rahmat. Aldı bilan sahnamizda bo'ldig'ini o'zgacha naqsha o'rnash mahoratiga ega bo'lgan mahirimiz Qaysar Oblat. Endi yana Abdulla sahnasida billa musobaqaga tushmoqchi bo'lgan ikki suyimli savodishimizning ismi birisi Qaysar, birisi Ismoil. Qaysar bu qatim tayyorlamoqchi bo'lgan naqshini tayyorlayotgan naqshini o'zi yaxshi ko'rgan uslubdagi
hamma alayliklarni qo'shib aytishga tirishyotdi. Assalomu alaykum. Men Abdullah sahnasiga Qaysar Ablat bo'laman. Men shu Abdullah sahnasiga tanlangandan keyin shu Abdullah ustozning yetakchiligida nurg'un o'zimizning milliy naqsh musiqalar to'g'riliq nurg'un ta'limlarni oldim. Ismoiljon nurg'un yillik naqsh aytish tajribasi, undan boshqa har xil uslubda naqsh aytish aloyibligi, ba'zi narsalarni, ba'zi texnik masalalarni nihoyatda qat'iy qilib o'rgandik. Mashq jarayonida o'zim his qildim. Boshda aytgan vaqtimniki bilan oxirgi aytgan vaqtimniki farqini. Ondan unda bir o'ziga ishonch bor. Bu qatimliq musobaqaga yenilam o'zimning ortiqchiligini namoyon qilish uchun, o'zimning tabiiy ovozini anglash uchun ham shu Wang Fengning kun tanilgan naqshini badi bu naqshni aytish oralig'ida o'zimning nurg'un kamchiligimni his qildim. Biz saboqdoshlarimizning hammasiga dedik, bu naqshni intan ko'p mashq qilishimiz kerak. Ko'p mashq qilganda biz sahnaga yurakli chiqamiz. Yurakli chiqsak, tomoshabinlarni o'zimizga torta olamiz. Dal shu jumlada Ismoiljonning naqsha tutgan pozitsiyasida shunday bir alayda bir ish bor. Bu nihoyatda ishonch bilan boshlaydi. Ikkinchi qitimliq musobaqada men bilan naqshchilar Hamroyim Qaysar burun endi bunday musobaqalarning guruh bolalar bilan aralashib o'tib baxmagan. Men turib kirgandan keyin bolalarning mehmonlarga bir-birini ko'yinib, shaxsiyatchilik yo'q, nemish bo'z kan yordam qilishib, bolalarniki mehmonlarning cho'nqurligini bildim. Ustozim Abdullah Abdurim apandining bizning fikr umidini yerda qo'ymaymiz deb o'ylayman. Bu qatim yaxshi natijaga erishishni chin dilimdan umid qilaman.
мабности говори кричным клином уравнений. Я тебя люблю. Как весне звездой долго звали, не сказать, что из всех свечей, что я любил, долго на тебе поставить. Клином уравнений. Я тебя люблю. Ветер так растрясти. Я тебя люблю. Мутный тран дожди. Xo'sh, unda qolsa endi biz shu baholovchi ustozlarning, yetakchi ustozlarimizning bir bahosini shunday tavsiyasini bilan olib qo'yaylik. İşkilinlarni selishtirg'ili bo'lmaydi. O'z oldinglarga o'xshash alaydiliginglar bor. Men İsmailni alayda tavsiya qilaman. Bak yaxshi o'rnimiz Qaysar Manaqshni. Sizning shu naqshni oldi bilan shu naqshni shu muvaffaqiyatli shu sahnada o'rlab chiqqaningizni tabriklayman. Lekin bu İsmail'imizni kelsak, bu Uyg'urning vitasken bu, ha? Bas. Azıq Manaqshni ajoyib yaxshi aytdingiz. Men hayron qoldim. Mana shu og'zini ichib qoldi, men og'zimni ochishim ulgurmabdi. Undaq bo'lsa, bu İsmail'imizni kimni tavsiya qilasiz? Men tavsiya qildim, hamda ikkisini tavsiya qilay desam, bu yerda o'tkazib qoldik. Men yana shu bak favqulodda alaylikda bu İsmail'niki. İsmail tavsiya qilaman. Adila Sidiq ustoz. Qani. Qaysar Nayti o'zininki hissiyotini erkin qo'yitib sahnada o'zininki shaqiq ifodalamoqchi bo'lgan maqsadini bevosita bizga ifodalab berdi. Men Abdulla akamga tavsiyarim Qaysar. Xo'sh. Mana Abdulla ustoz, endi sizning bahoringizni anglab qo'yaylik. Qaysar bugun bir qadar muvaffaqiyat qildi bu naqshni o'rinlab chiqdi. Albatta kamchilik yo'q emas. İsmail aldığın xetimde bizge özünün Urok uslubida aytgan naqshi orqali tunilgan bizlarga. Umuman bugun sizlarning ifodalaringiz meni intayin rozi qildi. Ikkinchi qitimliq sahnada yaratgan naqshalar orqali ota-onalarga, urug' tuqqanlarga, qarindoshlarga, jumladan bizning yurtimizdagi sizlarning qizg'in anglovchilaringlarga yaxshi bir natija yaratdinglar. Buning bilan tabriklaymiz.
Qaysar. Oldingi qitim kelgan vaqtimizda biz o'xshashli bir xanzu tildagi naqshni ilib kelgan, shundaqmi? Shunday. Bu qitim kelgan naqshimiz bo'lsa, shu Wang Fengning bahor kuni degan naqshni ilib keldik. Bu ikkisini aytish jarayonida sizga qaysi bekrak yaraydi shu ikki xil uslubdagi? Menga hisoblaganda men oldingi qitim aytgan naqshamga bekrak amroq kelaman. Chunki mening ovozim o'zim o'ylayman-da. Mening ovozim biza kuchliroq naqshlarga mos keldi deb o'ylayman. Ona qolsa endi Ismoil 24 yoshga kirdi. Boyatimimiz tanishtirishdimi aytib o'tib ketdim. SLS deydigan bir xil uslub shunaqa, ya'ni speaking level singing. Shu SLS. Ashuniki hisobda qisqartirilmay atilishi. Endi buni Uyg'urchaga o'rsak, so'zlash saviyasidagi naqsh aytish deydi ekanmiz. Bu deganlikmi shu so'zlagan, iliq naqsh aytgandagi ovozimiz xuddi shu so'zlagandikiga o'xshash, ashundoq rohat chiqish degan gapni bildiramdi. Yo'q, shu so'zlayotgan kuch bilan har qanday yuqori ovozni chiqarish. So'zlayotgan o'ylagan ovozni so'zlayotgan kuch bilan chiqarish. Unda qolsa endi Abdulla Abdurim apandim Delfin ovoz shahzodasi bilan bizning rock naqshi shahzodasi ikkisidan qaysini tanlaysiz? Sizlarning musobaqa aytgan naqshlarning darajasi sizlarga nisbatan texnik qiyinlashadi. Boshqa naqshlarda sizlar yaxshi ayta olasizlar. Ana mushunga o'xshash naqshlarni sizlar cho'qim yaxshi ayta olasizlar, men ishlayman. Ammo bu qiyinlik nuqtasi nada? Millichida. Millicha alaylikni biz endi cho'qim o'rganishga boshlaymiz. O'zimizning arzuyimiz bo'yicha millicha alayliklarni o'rganamiz. Naqshlarimizga, telefon ovoziga va xirgay ovozlarga o'zimizning milliy melodiyasini, alayliklarni qo'shib, texnik yaxshi naqshlarga aylanamiz. Keyingi musobaqaga Abdullah sahnasida ham davomli musobaqa sahnasida hozir bo'lmoqchi bo'lgan savodishimiz Abdullah ustoz. Keyingi navbatlik musobaqada biz bilan yana davomli qilmoqchi bo'lgan savodishlar ismi Güzelliginizde kem bolsa bolmaydigan amillarning biri Golden Rose krem buyumu. Onu özünüzge emrah kılsınız, jalibkorligingizning texmi jilvalanib, özünüzge bo'lgan ishonchinizning texmi oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsuloti. Faqat Golden Rose bilan go'zalligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumlari. Jungu Kanada hamkorligidagi Fedikar kaydurmasi xalqarалық muhit asrash sifat o'tkazilib o'tgan sap ipak dala import ranglik paxta xomashyo qilingan haqiqiy muhit asrash bezak materiali. U puraqsiz, ovoz sumrishchanligi yaxshi, yozda salqin, qishda issiq bo'lishlik aloyligi bilan Xinjiang bozoriga kirgan 8 yildan buyon xaridorlarning qizg'in olqishiga erishdi. Mal tanlaganda Fedikar markasiga alohida diqqat qiling. Bu mahsulotga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Tor adresi www.oys.cn. Yanfon 133 64 800 300. Karvan marketleri. Karvan marketleri bölümü marka galdroş, kasbiy marka loyihalash, shirkat karxon qurish, buxgalterlik maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marketleri bölümü marketlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Sizde yesil tem, abide, alma ve limon temlik soda suyu. Keyingi navbatlik musobaqada biz bilan yana davomli qilmoqchi bo'lgan savodashlar ismi İsmail. Muborak olsun. Intan yangicha bir xil sinash, shunaqmi? Yangicha bir xil intilish, yangicha bir xil nishon.
hozirgi hissiyotimiz. Birinchi qatam bu sahnaga kelganda men aniq degan, men bu sahnaga faqat yenimdagi mendimi o'ta yaxshi naqsh aytadigan do'stlarimga bir ulgu bo'lish uchun kelgan. Men o'ylayman, men maqsadimga yetdim. Balkim buningdan keyin qarorlarda menga o'xshash naqsh aytadigan, Ismoilga o'xshash naqsh aytadigan nurg'un do'stlarimiz bo'lishi mumkin. Qatnashishni jur'at qilolmagan. Ham ikkimiz ashlag bir ulgu bo'lib musakniga chiqib, ularning kelar qatimliq Ipak yo'l sadosi qatnashishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Shundaqla o'zimning ustozi Abdulla Abdurimov bandimga nihayat rahmat aytaman. Men bu sahnaga kelishimim yana bir maqsadim shu, abay ustoz deganda men milliycha ahonglarga bir qiziqmoqchi. Shuni o'rganish maqsadida keldim. Men maqsadimga yetdim. Men buningdan ham davomlashtirma deb o'ylayman. Yaxshi. Qanday bo'lsa, barliq ixlos sizga albatta yor bo'lsin. Qani, ustozimiz bilan xo'sh qalbimizda umid bo'lsa bizga talay qalbi eshiklari ochiladi. Qaysar Oblatning yangi safarlarga yangi qalblarni tilaymiz. Endi saknimizda bo'ldig'ini Imom Ali Qurbon Ali bilan Wang Chao. Oldi bilan saknimizda bo'ldig'ini har qaysi millatlar naqshlarini aytishni yaxshi ko'radigan Urumchi shaharlik 121-boshlang'ich maktab musiqa o'qituvchisi Wang Chao. Yana bir guruh o'quvchilarimiz, biri tojik yigiti Imom Ali, yana birisi Xanzu yigiti Wang Chao. Men mushu Abdulla saynisiga tanlangandan keyin nurg'un bilimlarga ega bo'ldim. Tojik yigiti Imom Alining Gul Surat degan naqsha. 非常感谢丝绸之路好声音这个平台给我们提供了这么好的一次比赛的机会。 Yibey Meijo degan bir naqsh va bir bilak Xanzu tilida, oxirgi bilak Uyg'ur tilida urilmoqchi bo'lib tayyorlik qilyapti. Ustoz Abdulla Abdurinning yetaklishi ostida bu naqshini yuqori saviya bilan o'rindashga tirishiman. Hamda Sayın Amrayim Wang Chao'ga utuqlan tilayman. 阿卜杜拉老师对我们所有的学员进行了一个分组。我的 PK 对手呢是一个塔吉克族选手，伊玛目艾利，是我在维吾尔族音风格的音乐当中有了很大的提高。 Menimcha uning ovozi bu qatimgina texnik ko'p odamlarni qoyil qilishi mumkin.
gençlik devrim ben bodarım oynamay kelmey Tağrıqanın börkütleri Egip ketmeydi yarıya Bana taraf yüzü kızlar Egip ketmeydi Suyemem seni Taşna emezligime Şirisiz enge Aşkı buldum hüzünge Gömme küzengi yarıya Algın canlı yıldığımdı Hiç bulamdı şu devrende Oynamay gülmey Bir yalla Hiç bulamdı şu devrende Oynamay gülmey Dekon wadija Jeta Havu Emuju Mugul Surat Qimat Babu Tasviram çak Kayan bayun tabek mukum lebar mun maju Tasvir qati kamshoiri khusroy mugul surat Kamta sifat Mukundum sana Mugul surat Kamta sifat Mukundum sana Koynoz gülram Argül zuri Kuş keyfat sazcan Bulutlar arasıydı Ay çıkıpla kölgemde Bulutlar arasıydı Ay çıkıpla kölgemde Gönlüm menin jığlaydı Yar yadım gıyet kende Gönlüm menin jığlaydı Yar yadım gıyet kende
la 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 Köngülüm menen jığlaydı Yar yadın yatkanda Ondaq bolsa, endi bu ishki mahirimizga zod baholag'uvchi ustozlar qandaq tavsiyalarni qildi, qandaq baholarni berdi, birlikda anglab boqaylik. Oldi bilan Adila Sidiq ustoz. Wang Chao mayrimiz bizni aldingi sandılı shundoq hayron qoldirgan ayimizni. Bu qitim yana o'z tilida shundoqla Uyg'ur tilida naqsha aytib ketdi. İmam Ali'ninki aytgan naqshlaridan men shundoq bir xil tajikcha ahanglarga shundoq amroq bo'lib ketdim. Abdulla akamga tavsiya qilganim İmam Ali. Xo'sh, Nurnisa Abbasxon. Ustozningki tanlab berish aqsida o'zinglarmi tirishtinglar, ovozimga men naqshlar tushidi deb degan bo'lishinglar mumkin. Shu orqali o'rinlashtirish bek yaxshi. Tavsiyarim İmam Ali. Dilshod Aydin ustoz. Ma ishkisini ko'rmay, muzdaqda keladi-ku, amirlar yonpayjon. İmam Ali Çaşkına tumaklarla levet tıkmıyor mu bunlar? Yılın beşin soğuttu ve inik oldu. Muzdağdan yalavaş inik oldu. Çaşkın pozisyon yok. Keyini bir ölse keyini bir kırıp olsa bunda çiçeği. Bari gördüm onu. Çaş deyimiz hadi. Çaş abi. Asterek örvağanım deyimiz. Bu kıtım ben başta yasam çıkayım. İmam Ali bak. Avazınız aldı kıtım kelgendim içip bittim mi? 这一杯美酒这首歌你选的非常好。完了以后给我的感觉就是你用维语唱那部分比汉语那个还好，比唱汉语的还好，感觉特别好。但那第二段是用维语唱的那个，特别是前半部分，哎呀，那地道的维吾尔族。Ben şu teşekkür ederim. Hoş, ona kalsa Abdullah Usta, sizden baharınızı anlap bakayla olalım. 王朝他的这个今天的这个发挥也可以，我特别满意。İmam Ali, Qurban Ali to'g'risida so'zishimiz, bu ukamning ifodasi bek yaxshi. 还好，今天恭喜你们两个。 Unda qolsa Abdullah Ustoz, eng oxirgi qaroringizni chiqardiganga vaqt beray hozir. Boyim shu naqshini o'rindigan vaqtda deylik, eng dastlab kelib, eng yuqori ovoz bor-ku, deylik, yuqori ovozda aytqayringizni. Men anglab sizga qaragan vaqtimda ko'z oldimga nima keldi uqamsiz. Rost gapim deyman. O'sha Shizang tarafdagi yigitlar ko'z oldimga keldi. 然后王超 我想问一下，你就是第一次参加我们这个节目的时候，你唱的一个麦士来福，是唱的是维语。那你就是学这一段的那个维语的时候，你用了多长时间？用了大概1个星期吧。1个星期。你是怎么学的？是用拼音来标出来的吗？对，一个一个，比如说 bird b r bird p ya bird p ya。哇，肯定alkışlarınızı。佩服。Qarorimizni olaydigan vaqt keldi. Sizni yana qiynaymiz, amal yo'q. Qanday qo'sash kerak? Keyingi navbatda Abdullah sahnasida yana davomli musobaqa qatnashmoqchi bo'lgan savolishimizning ismi
dana dem elişler dil aramın avun taptım. Tonun dana hizmetlerim elgi yaktı, dilgi yaktı. Cahan ehli boldu heyran, keysen seyri sayahette. Hemkar boldu yetti ıklım, soğdu bitim ticarette. Dana tallaş, dana kiyimi. Xalqarалық dаңлıq marka obraz yaratқан eskici mahsulotlari Şinjan Okean Xalqaro savdo şirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazib va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulot aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat amdisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, ustida alayga yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarmi esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan otildi. Eskici oila elektr uskunalari Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasb-ijodini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozir programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 tane 9 3 tane 1 547. Abdullah sahnasida yana davomli musobaqaga qatnashmoqchi bo'lgan savolishimizning ismi İmam Ali. Muborak olsun. İcazat bersanlar, shu guruhdagi hammasi bo'ladi, Abdullahning mushu fikriga hurmat qilamiz degan bo'lsa, men mushu iltimosni qilsam, bana tarbiyalashga yana fursat bersanlar. Xo'sh, unda qolsa, rejissyorlar guruhi zodi qanaqa qaror chiqardi? Birlikda sal kutib turaylik. Programma guruhimizning qo'shilishi bilan Wang Chaomo Abdullah ustozning guruhiga tanlanib, keyingi aylanmaga qatnashish sharafiga ega bo'ldi. Wang Chao texnik tirishing. Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida savdosi va meva shartli ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biobantekning taraqqiyot chekish shirkati vakillarımizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehr mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ishbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, İpek Yolu Sadası programmasining bu qarorliq 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlar katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizning Kamron muxlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamron xalqaro savdo chekish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan startlaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida savdosi va meva shartli ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biotexnik taraqqiyot chekish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartlaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ishbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tabar xalqaro savdo chekish shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartlaydi. Endi sektimizde raqobatda bo'ldig'ini bo'lsa, Atish Aqto'dan kelgan mahirimiz Mardan Turg'un bilan 2005-yil Şinjan Ma'rif institutining muzika kasbiga qabul qilingan bo'lsa-mu, og'riq sababidan o'qishini davomlashtiramagan, ammo ta hozirga qadar bu kasbda izchil tirishib kelayotgan G'o'ljidan kelgan mahirimiz Abduxelil Mijit. Andın bizning yana Abdullah sahnasida birga musobaqaga tushmoqchi bo'lgan ikki o'quvchimizning biri Mardan Turg'un, yana biri Abduxelil Mijit. Birinchi bo'lib bu guruhga kirgandan keyin menga ta'sir qilgan eng cho'ng ish naqshida bo'lishga tegishli axloq, safa, qanday safalarni hozirlashimiz kerak to'g'risida nurg'un bilimlarga ega bo'ldik. Bir naqshaga nisbatan qanday ovoz chiqarish, qanday farq ilish, qanday hissiyot berish,
jihatdan nihoyatda inchlik bilan yetib keldi. Mardon bilan Abduxalil uyimizga hech gap ketmaydi. Bularning intayin ijtihodlik naqsh musiqaga kuchli ishtiyoqi bor, muhabbati urg'ib turgan yoshlar. Bara-bara mashq jarayonida bizdagi kamchiliklar, burunqi savalliklar asta-asta tuzatilib, hozir o'zimizmi bir xil rozi bo'lgudek bir kayfiyat shakllandi. Mashq jarayonida ikkimiz bir-birimizning alayligini o'rganib, kamchiligimizni to'liqlab, bu naqshaga yaxshi tayyorlik qildik. Xalqimizga yaxshi bir o'rindab berish. Ularning o'rinlamoqchi bo'lgan naqshisi ota bo'lib qadringa yetdim. Abduxalil Mijit bilan senda yaxshi o'rnab bir kirishimiz, shuning uchun jon ko'ydiramiz. Bu ikki ilimizning bu naqshini to'liq ijro qilib, qarindoshlarimizning ko'ngliga yoza oladiganiga ishonamiz. Cinim atam, can atam değme. Barım atam, han atam değme. Cinim atam, han atam değme. Barım atam, can atam değme. Kıran buldum kırık kıyatti, ata bulup kadrin giyetti. Kıran buldum kırık kıyatti, ata bulup kadrin giyetti. Mihran nurluk bir saray ota, bağrını aç kucaklay ota. Capa ecrin kancay ata, atam, ata bulup kadrin giyetti. Ata bulup kadrin giyetti. Vesbalini uçurdun kata, kumurlarda senin kılın var. Vesbalini uçurdun kata, kumurlarda senin kılın var. Yaşlarına şıpıtıka, ata bulup kadrin giyetti. Yaşlarına şıpıtıka, ata bulup kadrin giyetti. Mihran nurluk bir saray ata, bağrını aç kucaklay ata. Capa ecrin kancay ata, atam, ata bulup kadrin giyetti. Ata bulup kadrin giyetti. Sen var atam, bahar yazın var. El içi
saklay atam Çapaycılık kancay atam Atam Ata bulup kadrin yatti Kadrin yatti Ata bulup kadrin yatti Undaq bolsa, avval biz yetakchi ustozlarning bahasi shundaqla bir tavsiyasini olib boqaylik, ha. Qani, Nurnisa Abbasxon. Men Merdan Turg'un tavsiya qilaman. Bundan sonra 2 yıl ola, şundaq yaxşı etdinlar. Yetişdi gap yo'q, yetiş severinglar o'xshash. Tavsiya qilsam Abdulla Abdurrahim efendimga yana Merdan tavsiya qilaman. Mening Abdulla ustozga tavsiyim Merdan Turg'un. Merdan Turg'un. Xo'sh, Abdulla ustoz, sizning bahoringizni anglaylik. Berilgan topshiriqlar joyida ado bo'ldi. Men ishkalardan bak rozi bo'ldim. Rahmat ustoz, rahmat. Qanday qolsa, eng oxirgi qaroringiz chiqishdan burun sizga ozroq vaqt beraylik. Tunji maydonda shunday yaxshi, mush ifoda ko'rsatgandiki, hozir texnik yaxshi ifoda ko'rsatay deb, shu ifodangiz bak yaxshi bo'lib ketdim bugun. Bugun kayfiyat jihatdan bo'lsin, ovoz sharoitim jihatdan bo'lsin, boshqa kunga qaraganda bugun bak yaxshi his qildim o'zimni. Balkim jiddiylashib ko'nib qolgandan keyin jiddiylashib raql tugab ketgan bo'lishi mumkin, shundaq-ku. Bunisiga ba'zi moyliqi jiddiylashgan vaqtida energiya va xo'rab ketadi emasmi? Kuch qolmay qoladi oxirida jiddiylashadiganqa. Shunga, ammo naqsh etgan vaqtimizga u kuch yana joyida. Xo'sh, Abduxelil. Mencha men qaraganda bu naqshni Merdanni yaxshiroq etdi deb o'yladim. Necha vaqtdan beri birga mashq qildik. Shundan bilan ustoz bizning ojizliklarimizni ko'rsatdi, nihoyat inchiqlik bilan ko'rsatdi. Hamda oxirigacha o'qamagan, ma'lum sabablar bilan. Lekin shu necha haftada men necha yillik bilim oldim ustozdan. Buningdan ustozga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Javob chekdan ustoz. Men shunday ustozimizdan bergan bilimlar oz emas. Men chin qalbimdan rahmat aytaman. Rahmat. Xudo qolsa, Abdulla ustoz, ishki mohirimiz yurak so'zlarini deb bo'ldi. Ham oxirgi qaroringiz. Qo'linglarni bering. Abduxelilning turaqlari lozim. Merdanning ovozi lozim. Keyingi qatimda musobaqa davomli biz bilan qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimiz bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hoji Bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzuncha unutmaysiz. Hoji Bobo pashmatlari. Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmuşdumu, ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsipim. Bularni o'rindayolishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asanat badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron badaningizni qo'g'dab harg'inligingizni chiqarib, yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Jungo Kanada hamkorligidagi Fedikar kaydirmasi xalqarалық muhit asrash suhbat o'tkazilib o'tgan sop ipak tala import ranglik paxta xomashyo qilingan haqiqiy muhit asrash bezak materiali. U puraqsiz, ovoz sumirchanligi yaxshi, yozda salqin, qishda issiq bo'lishlik aloyligi bilan Xinjiang bozoriga kirgan 8 yildan buyon xaridorlarning qizg'in olqishiga erishdi. Mal tanlaganda Fedikar markasiga alohida diqqat qiling. Bu mahsulotga har qaysi joylardan vakolatchi qabul qilamiz. Tor adresi www.oys.cn. Yanfon 133 64 800 300. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldırış, kasbiy marka loyihalash, shirkat karxon qurish, buxgalterlik maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marka ishleri bölümü marka ishlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qoldi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Keyingi qatimda musobaqa davomli biz bilan qatnashmoqchi bo'lgan o'quvchimiz
Abduhalil. Mübarek olsun. Mardan boy intan yaxshi gapdan birni qildi. Buningla qo'lan to'xtab qolmayman deb. Shuna qo'l. Amaliyotda muvaffaqiyat degan nima? Har bir odamning kallasidagi o'y, ideya o'xshash emas. Muvaffaqiyat degan bu so'zga nisbatan. Ya'ni o'zining nishoni uchun, o'zining shu umidi uchun, o'zining shu orzusi uchun durust bo'lgan niyatda mangan odam. Shuning uchun olg'a intilgan odamning o'zi muvaffaqiyat qozonuvchi. Buna qanaqa qaraysiz? Muvaffaqiyat oson qo'lga kelmaydi. To'g'ri. Chunki men yoshchi, ish oldimizda o'zimning nurg'un planlari bor, san'at sohasiga endi kirdim. Buningki ishlarimni yurishtirishga texnik tirishim. Yaxshi. Biz sizdan buningdan keyin texnik nodir bo'lgan naqshlarni, texnik nodir bo'lgan ijodiyatlarni, texnik nodir bo'lgan muzikalarni bizga so'qilishingizni umid qilamiz. Cho'qim. Mardan Turg'unning lirik va cho'nqur naqsi talay kishilarni o'yga soldi. Biz Mardan Turg'unning buningdan keyin kasbga texnik tirishib, xalqimizga esil naqshlarni sunib turishini umid qilamiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana Abdulla sahnasining sinoq bosqichi müşahada oxirlashdi. Keyingi son ko'rishgacha omon bo'laylik. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar saynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar saynası. İpek yolu sadası.